Assalomu alaykum. Intimoqda Nazar haftalik ma'lumot dasturi. Studiyada Davron Nasibxonov. Bugungi dasturimizda O'sh va Jallobodda soylarning ko'lami ko'tarilib, bir qancha qishloqlarda xavf yaratmoqda. Eğer kokus bilan tagin jesi bilan tagindagi buna tushgan shag'illarning bari bosh shag'illar. Batken oblasining ayrim hududlarida esa sug'orishgagina emas, iste'mol qilish uchun ham suv topilmay qolgan holatlar uchramoqda. Bizning ichgan suv usul. Bir oyda keladi, 15 kunda keladi, kecha to'ltirib qo'yamiz. Qirg'izistonda yangi onlayn kurs ochildi. Bu kurs nimani o'rgatadi? 2010-yılı jurnalistlerдің işmerdүүлігіне bir топ эле сын пикирлер айтылган. Shuningdek, dasturimizdan urush faxriysi Umarjon Ahmedov haqidagi lavha ham o'rin olgan. Bilmeyse işte. Yumurap ketaverar ekansiz haqqosa. Dasturimizni boshlaymiz. Yog'ingarchilik mavsumi kelib, qorlarning erishi hisobiga ham suv ko'lami ko'tarildi. Bu bir tomondan suvi ozayib borayotgan To'xtag'ul GESi uchun yaxshi, biroq ayrim hududlarda bundan xavfli vaziyatlar yuzaga kelib qolmoqda. Favqulodda holatlar ministrligi o'tgan hafta yurtimizning bir qancha yerlarida suv toshish xavfi yuzaga kelganini bildirgandi. Xavfli vaziyat paydo bo'lgan hududlarga O'zgan rayonning Qizilcho'rba qishlog'i ham kiradi. Bu yerdagi soy suvi aholi uylariga qarab yaqinlashib kelmoqda. Agar Jazi daryosidagi suv ko'p kelsa, Qizilcho'rba qishlog'idagi bir nechta uylarni vayron qilib ketish mumkin ekanligini qishloq yashovchilari bildirishdi. Qishloq aholisi 17 uy xavfli desa, qishloq hukumati rahbariyati 32, favqulodda holatlar ministrligi esa 13 gina uy talafot ko'rishi mumkin deydi. Chunki uylar ko'chayotgan jarlikka yaqin bo'lganligi sabab qulash xavfi bor. Eğer kokus bilan tagin jesi bilan tagindagi buna tushgan shag'illarning bari bosh shag'illar. Suv bir kelgan bo'lsa, buni tez ag'izib olib ketib qoladi. Anan keyin tagin o'yg'ondan keyin bu yoqqa tushaveradi o'zini. O'zini tushaveradi, ko'chuvlar tushaveradi. Ani hech kim to'xtata olmaydi, biyiqda turgan desen. Yer azayib o'tadi, suv bizni yerni yeb ketib o'tadi. Ani qiziqqan hech kim yo'q. Yer kerak-da turib. O'shani saqlab qolishimiz kerak. Vaziyat xavfli bo'lganligi sabab bir uy ko'chirilgan. Qolgan uylarning yashovchilari esa har yog'ingarchilikda daryoga suv ko'p kelmasin degan xavotirda bo'lishadi. Chunki qishloq daryodan 15 metrgina uzoqlikda. Жаңбыр жаап, эми болгондо жогору жактан көбөйүп келет. Келгенден кийин мына жерден бурулуп, ана жерден дамбадан эмеси жок эле ашат да. Ашкандан кийин мына түккө келип алгандан кийин түктү жеп атат. Анан биз ошо суу көбөйгөндө биз карап турабыз, бияктан кырга келип эме кылып карайбыз. Аяктан көбөйө баштаганда биз дагы эме кылып элдер берактан бурабыз сууну чунарака, кол менен ручной. Ручной буруп нарака аракет кылабыз да, нарака бурушка. Анан если чо болбой калса, ошо жерден деле ашып кете берет. Ma'lumotlarga ko'ra, Jazi daryosidagi suv har yilda 2 metrga yaqin yerni va u yerdagi daraxtlarni ham oqizib ketadi. Hozirgi vaqtda ham shunday xavf bor. Тыңшара жатат, мына суу качан келип бизден өтүп кетет. Түнү угулат, утасында угулат. Быйыл вада берген, быйыл баштайбыз деп. Башталбай биз аны биле албайбыз да. Ушу 89 жылдан бери шеришайм. Мен көрөтүм, жарым кеткен нерсе бар. Уже мына сарайга жакын турат. Сарай быйыл келген болсо, көчкөн болсо сарай делге түшүп кетет. Шуну тезирээк бизге аткарып берсе, жакшы болот эле. Shu sabab yashovchilar to'siq o'rnatib, xavfli vaziyatni oldini olish bo'yicha favqulodda holatlar ministrligiga murojaat qilishgan. O'tgan yilda ministrlikning vakillari mazkur yerda monitoring olib borib, 500 metr to'siq o'rnatiluvchi yerni aniqlab berishgan. Lekin negadir o'tgan yilda ministrlikning rejasiga kirmay qolgan. Reja bo'yicha to'g'onning toshlarini mahalliy hukumat olib berish kerak edi. Men o'sha O'zgan Energogul kompaniyasi bilan ma'qullashib, ulardan sponsorskiy yordam so'rab 500 kub taş günge sırap koydum. Araman taşına. Bu 500 kub taş degen 1,5 milyon so'm bo'ladi. Emi birinchi yundan taş beremiz degan mildettenden o'zlari alıştı. Doqalasa birinchi yundan taş başlasa, anan emchis qiymildaydi degan o'ydim. Lekin favqulodda holatlar ministrligi 500 kub tosh to'g'onni bitirishga yetmasligini bildirib, qurilish ishlari boshlanmay turibdi. Chunki 500 kub tosh 15 metrgagina yetadi. Qurilish ishlari to'xtatmasligi uchun hech bo'lmaganda 100 metrni bitkazish kerak. Lekin mazkur ish joriy yil rejasiga ham kirmay qolgan. Eslatib o'tsak, O'sh oblasida bu kabi xavfli deb hisoblangan 5000 ga yaqin hudud bor.
Ayni shunga o'xshash muammo O'zg'ur rayonidagi Salamalik qishlog'ida ham mavjud. Bu yerda zudlik bilan yangi ko'prik qurish zarurati bor. Aks holda markaziy ko'chani kesib o'tuvchi tog'dan tushadigan suv yo'lovchilar hamda avtomobillar harakatiga xavf soladi. Aholining aytishicha, agar soydagi suv to'lib oqsa, uning oqimiga avtomobillar qarshilik qila olmay qolishi mumkin. Salomalik qishloq hukumatining ko'chasi orqali o'tgan suv bir necha yildan beri mahalliy aholini muammoga solib keladi. Qishda muz maydonchasiga aylansa, yozda bu yerdan suv uzilmasdan oqib turadi. Yashovchilarning so'zlariga ko'ra, hozir oqayotgan suv eng ozi hamda xavfsizi. Yog'ingarchilik vaqtida daryodagi suv sathi ko'tarilib, transport harakatiga mushkullik yaratadi. Kalash bundan giradida, shunday o'sha balondan go'vatda, balonni go'vat. Qiynalamiz-da, qiynalamiz. Dag'i biz go'vaylik, dag'i jamg'ir jag'anda o'tar bo'lib qoladi. Tash ag'ib, kechirg'ila oladi. Tash aqqanda eptib emalamiz-da. Mashina bilan gada tartib o'tkazib qolamiz. Bu dag'i girelarga, dag'i butirlar girganda tash aqat berdi. Bu holat o'quvchilar uchun xavf tug'diradi. Suv ko'p kelganda ota-onalar farzandlarini o'zlari maktabga olib borishadi. Ba'zi bolalarni katta sinf o'quvchilariga qo'shib maktabga yuborishadi. Bunday vaqtlarda o'quvchilarni yiqilib ketish xavfi bir necha marta ortadi. O'sha baldarni ertamenan jo'natganda qo'rqdingiz. Jamg'ir jag'an kunlar jo'natgundan qo'rqamiz. Sevimli shu ko'yib keladi jamg'ir jag'anda. Bugun jamg'ir jag'ay kichkina azroq bo'lib turadi-da. Bir balada o'lganda bu yerdanchi. Vaqtinchalik ko'prik yosh bolalar uchun emas, balki kattalar uchun ham xavfli. Agar suv sathi ko'tarilsa, bu ko'prikni ham yuvib ketish xavfi bor. Bundan tashqari boshqa qishloqqa yoki kasalxonaga piyoda boradiganlar o'ta olmaydi. Kalaskani bir odam ko'tarib o'tkarish kerak-da, o'zincha yurmaydi. Tuzilib qiynalmay o'tib keta olmaymiz-da bu yerdan. Tashtaq bo'lgani uchun tashlar bor cho'ngda, kalaska basa olmaydi-da bu yerdan. Jurmay qo'ydi, hozir o'tkara olmay, balamni qayradan qo'lma olib, ana bu yerda bir kishini chaqirib o'tkardirdim-da. Mazkur ko'prik yashovchilarning iltimosi bilan o'tgan yili qurilgan. Ko'prik qurilgunga qadar piyoda yuradiganlar suvni kechib o'tishgan. Soyuz malında cho'ng-cho'ng turbalar bor-le. Bu gideta bir 2004-2005 yılga çeyin ol yaxshi ele turgan. Bu suv bir 5 yılda bir 10 yılda bir katı giret. Katı girgende ошол turba tolup kalıp, al turbаны algandan keyin bunu koygan. Uşu 2005 yıldan beri şunu koygandan beri şu görünüş de. Mahalliy yashovchilar ko'prik qurish bo'yicha tegishli joylarga murojaat qilishgan. Yo'l transport ministrligiga qaraganligi uchun qishloq hukumatining g'aznasidan qurib bo'lmaydi. Shu sababli mahalliy hukumat boshqa ko'prik qura olmayotganini bildirdi. Biroq hududdagi ko'mir konlari bilan ish olib borgan kompaniyalarning tashabbusi ostida ko'prik qurishga bundan 2 yil avval mablag' olingan. Biz qayrildik. Aytganda eldik jiyinda da qayrildik. Emi chechib berer degan umidda turamiz. Mintransdan kichkina qiymuldashib o'sha ko'pirani mana 2,5 yil bo'ldi plita turganida. Tag'i 2 plita olib kelishsa, shuni bilan bitmoq. Agarda bizning balansda bo'lganda, biz o'zimiz byudjetimiz bilan qurmoqmiz. Bizning balansda turmaydi. Aqljaqa aqsa jumshalmaymiz. Reja bo'yicha qurilishni rayondagi deb 5-ishxona olib borish kerak edi. Qolgan materiallarni mahalliy hukumat tayyorlab berishi zarur. Shu sababli qurilish ishlari boshlanmay turibdi. Eslatib o'tsak, bu yil Salomalik qishlog'idan tashqari yana 6 qishloqqa olib boradi. Reja bo'yicha qurilish rayondagi deb 5 ishxonasi olib borish kerak edi. Qolgan materiallarni mahalliy hukumat tayyorlab berishi zarur. Shu sababli qurilish ishlari boshlanmay turibdi. Eslatib o'tsak, bu yo'l Salomalik qishlog'idan tashqari yana 6 qishloqqa olib boradi. Qarashora dam olish joyiga ham turistlar o'tishadi. Suv ofatidan O'sh Jalobodning ayrim aholisi jabr tortib turgan bir vaqtda Batken oblasining Qirg'iz qishlog'ida suv yo'q. Avval bu qishloqqa suv O'zbekiston orqali o'tib turgan. So'nggi vaqtlarda qo'shni davlat noma'lum sabablarga ko'ra suvni to'xtatib qo'ygan. Ekin sug'orishga emas, ichgani ham suv topish qiyinlashib borayotgan mazkur hudud muammosi haqida navbatdagi lavhada ko'ring. O'zbekistonning Farg'ona oblasti bilan chegaradosh Qirg'iz qishlog'ida ekin suv tanqisligi bilan birga ichimlik suvini ham topish qiyin. Avvallari ichimlik suvi O'zbekiston orqali o'tib turar edi. So'nggi 4-5 yildan beri qo'shni davlat noma'lum sabablar bilan suv berishni to'xtatgan. Mana hozir o'sha O'zbek Respublikasida narjag'i o'zi, chegara narjag'ida o'sha bodring ertang 1-mayga pishib chiqadi o'sha. Tayyor o'sha parniklarni qilib o'sha ular jo'nal egib, parnik emas, yerga egib ham o'sha pishirib qo'ydi-da. Bizda suv masalasi chataq bo'ladi.
Eng negizgi masala. Ошондуктан биз мындай şu suga nima кылат edek? Şu suga suvu жакшы болуп, элибиз дыйкандары жакшы болсо, мындан ары дагы элибизде жашашыга, байышыга, шундай болуп аз-маз болсо да bir көңүл буруп суу, таза суу, mana suga suvlar боюнча жардам берсе. Bir necha yillar avval qishloq yashovchilari uchun suv masalasidan muammo bo'lmaganligi sabab dehqonlar bir yilda 2-3 marotaba hosil olishar edi. Hozirgi vaqtda esa yerni haydab ekin ekish ham muammo yaratmoqda. Dehqonchilik qilish og'ir bo'lganligi sabab qishloqda ishsizlarning soni ko'paygan. Kun issiq, испарение bo'lib ketyapti. Bir hafta delabay suv demak tusi o'zgarib qop-qora bo'lib, bochiq bo'lib qoladi. Bodir bo'lib. Qaynatsam chelakni bitta chaynaklarda qaymoqtab qoladi suv nima bo'lib. Endi bizim suv qo'yganimiz shunday qiyin bo'ldi. Agrotorimiz ham shunday bo'ladi. Moy ekkan ekin daraxtlarimizdan bir qator bargini tashab vaqt kelganda daha boshqadan jon o'tadi-da. Suvning nimaligida. Hozirgi vaqtda qishloqdagi 10 ga yaqin hovuzlar oqim suvlar bilan to'ldiriladi. Yangi suv oqib kelguncha hovuzdagi suvlar iste'molga yaroqsiz holga kelib qoladi. To'ldirilgan suvlarni esa qishloqdagi barcha yashovchilar o'zlari bilan bir vaqtda mol hayvonlar uchun ham foydalanishadi. Krandan suv ko'rmaymiz. Bizim içken su usul. Bir ayda kelevi, 15 günde kelevi keşke to'ldirib qo'yamiz. Shular dolgucha içeriz. Anan itam içeveret, to'qda içeveret, molga chekek olib beramiz. Anan kuşat qurtlab ketadi. Süzüp içemiz. Anan qurtlab jo'q bo'lib ketgan chaqda oyoqlardan flaklarda tashib içemiz texnikalarımızda. Ogacha yangi içken sularimiz shul. Shuning uchun qirg'iz qishloqdan oiladan qadamjoy polni infeksiyaga jilda to'lib turadi. Больница to'ladi infeksiyaga. 7000 ga yaqin aholisi bor qishloq yashovchilari suv masalasi bilan bir nechta joylarga murojaat qilishgan. Hozircha hech bir hokimiyatdan aniq javob bo'lgani yo'q. Muammolar har bir hududda, har bir oblastda bor. Suv yo'q, gaz yo'q, elektr energiyasi yo'q deb kimdandir muammoni hal qilib berishni kutib o'tirganlar ham ko'p. Biroq birovdan yordam kelishini kutmay o'zlari harakat boshlab yuborganlar ham yo'q emas. Masalan, O'sh oblasidagi Olmabog' deb atalgan mahallaga hozircha zaruriy shartlar yaratilmagan. Biroq bu yerning yashovchilari o'zlari uchun o'zlari sharoit yaratishga urinishmoqda. Batafsil navbatdagi lavhada. Aydenek, sayılgan жоқ банда генератор сая қойып өсім, күндің барында энергия алып қалсын. Ол қызын сазып батырақ. Sayragul Ashirbayeva quyosh nuridan zaryad oluvchi apparatdan foydalangani sababli quyosh charaqlagan kun bayramdek bo'ladi. Negaki kun chiqmasa u kechki mahal chiroqsiz qoladi. Sayragul opa yashaydigan yangi uchastkaga elektr energiyasi tortilmagan. U bu yerda yashayotganiga 3 yil bo'lgan. Qiynalgani sababli o'tgan yili bu moslamani sotib olganini aytadi. Bu bo'lganda 12 voltdagi 6 soat qana ishlata alam. Егерде толық күндің нұрынан энергия алған болса. Күн бір көп болып қалған болса, бұл толық энергия албай қалсын, мен 1 саат, 2 саат іштетіп қалышым мүмкін. 6 сааттың ішінде балам сабағын атқарыш керек, төшек салып, тамақтанып дегендей қолымда жаш балам бар, біз уже жатып қалышымыз керек. Қыштың күні илгеркілі чырақты қойып, солярканың жыты менен Эңил аяныштуусу мен кызым мектепке барат, анын фартуктары үтүктөлбөй калат. Sayragul opaga o'xshab elektr energiyasi yo'qligi qiyinchilik tug'dirgan yashovchilar Qorasuvning Olmabog' yangi uchastkasida ko'p. Qiyinchilik sababli ularning ayrimlari boshqa uchastkalardagi xususiy transformatorlarga pul to'lab ulangan. Biroq u ham vaqtincha. Ulanish qimmat bo'lgani uchun hammaning ham imkoni yo'q. Shu sababli o'zaro kelishib, yashirin tarzda ulab olganlar ham bor. 20 ming so'm mor. Анын эми керек болгон үчүн беришке туура келди да, о пулдучу. Биз 1 жыл светсиз отурдук, кыйналдык аябай. Анан эми сураганын бердик да. Boshqa yerdan tortib kelingan elektr simlariga ko'pchilik tutashgani sababli elektr energiyasi quvvat ham oz. Shuning uchun elektr plitalardan ham foydalana olishmaydi. Elektrdan faqat yorug'lik uchun foydalanib, ko'pchilik ovqatni o'choqda yasaydi. Ko'p hollarda elektr simlariga kuch kelib, uzilib qoladi. Dağı göçüp gelivatışat, göçüp gelgenler sveti joğula oturadi. Mına zım kötörgüçe ulap pütkön da elderçi. Hazır mına zımны toktun geç tamızsan televizör göre albayız misal üçün. Çırak tamganda ele olup mına ülbürüp kıp kızarı öyle turadi da. Oşentip jaşap ötüp atayım hali. Hazır zaman şu 21-ci kılımda şunda
Bu yerdagi yashovchilar orasida uchastkaga kelganiga 5 yil bo'lganlar ham bor. Hozirda 60 ga yaqin xo'jalik istiqomat qiladi. Elektr energiyasi yo'qligidan bezor bo'lgan yashovchilarning murojaat qilmagani yeri qolmagan, biroq natija yo'q. 90 minggacha ko'tarib borgan kunlarimiz bo'ldi. Narman Aylokman Kapirov Ibrahimga bordik. Birla men emas hozirga go'y bordik. Jardamlarga deb ta ақшаны ko'tarib borgan kunlarimiz bo'ldi. Bu ақшаңар жетпейді, biz какой-то 10% жардам береміз, қалған еще полный işler qilishinglar kerak deb. O'shul bo'yicha dim-dim qolib ketdi. Mahalliy hokimiyat yashovchilar bilan bo'lgan uchrashuvda hukumatdan 2 transformator kelishini, uning biri tilga olingan yangi uchastkaga o'rnatilishini aytgan ekan. Biroq buning qachon amalga oshirilishi bo'yicha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Narimon qishloq hukumati rahbarining o'rinbosari intervyu berishdan bosh tortdi. Rahbar esa kasalxonada ekan. Qirg'izistonda giyohvand moddalarning tarqalishiga 2 faktor to'siq bo'ladi. Bu fikr O'shda o'tgan ko'chma yig'inda aytildi. Aslida Afg'onistonda o'stirilgan giyohvand moddalar birgina Markaziy Osiyoning muammosi emas, bu butun dunyo muammosi bo'lib qolmoqda. Shu sabab giyohvand moddalarning tarqalishiga qarshi kurashishda barcha davlatlar hamkorlikda faoliyat olib borishi kerak. Navbatdagi lavha shu haqda bo'ladi. Giyohvand moddalarni yovvoyi turlarini o'stirib mahalliy yashovchilar ham noqonuniy tarzda foydalanib kelmoqda. Yangi dastur asosida bu ko'rinishlarga ham chek qo'yilishi yig'inda aytildi. Shu bilan birga giyohvand moddalardan foydalanishni ortishiga 2 faktor katta ta'sir ko'rsatadi. Qirg'iz Respublikasida bangi qirg'oqda tashqi va ichki faktorlarning ta'siri ostida qolib qolmoqda. Tashqi faktorlarda biz ularni qo'shimcha Afg'onistondan jahtimizga joylashganda o'shalar mamlakatdagi chegaralarni ochiqdi. O'shalarning ichki faktorlarda o'zimizlar yaxshi bilasizlar, xalqimizning gede tatmari bor, жұмыссыздық, migratsiya, korrupsiya, o'shalarning material texnikalik jihatdan javob жетishsizligida 16 aprelda hukumatning O'sh oblastidagi muxtor vakilligida bo'lib o'tgan ko'chma yig'inda hukumatning giyohvand moddalarga qarshi dasturi bo'yicha ma'ruza qilindi. Uning rejasiga kirgan asosiy maqsadlar: birinchi, noqonuniy giyohvand moddalarga talabni ozaytirish, ikkinchi, ushbu moddalarga taklif qilishni ozaytirish, keyin qora og'uni aylanishidan kelgan zararni va uning oqibatidagi o'lim sonini kamaytirish bo'lib hisoblanadi. Ayta geçen narsa bu plan Arganday өлкөлөрдө натыйжалуу иштеп жаткан баңгизаттарга каршы программаларга жана системаларды уюштурууда ата мемлекеттик же болбосо эл аралык тажрыйбадагы турмушка ашырылып жаткан мамилелерге таянып түзүлгөн. Giyohvand moddalarni shimoliy marshrutda respublikamizning janubiy hududlari orqali o'tishiga bog'liq bugungi ko'chma yig'in O'shda o'tayotganini giyohvand moddalarga qarshi kurashish xizmatining raisi Alimbay Sultanov ta'kidladi. Afg'onistondan ishlab chiqarilayotgan giyohvand moddalar faqat Qirg'izistonning muammosi emas, xalqaro miqyosdagi masala. Shuning uchun qo'shni o'lkalar bilan hamkorlikda ish olib borilishi zarur. Rossiya bilan ikki tarafli, ko'p tarafli bizning kelishimlarimiz bor. Mamlakat dengелинде, hukumat dengелинде, bizning службалар dengелинде, mana Federalная служба по контролю наркотиков ГСК мен 3-4 kelishimler var. Qozog'iston bizning kollegalar bilan tiqiz ishleymiz. Tojikiston men eng birinchi, bular eng jana oruscha aytganda передний крайda o'shalar turadi. Biz o'shalar bilan tiqiz ishlab, bizning marshrut hozir kichkina снижение olib o'tadi. Ishlab chiqilgan dastur asosida qora og'uga qarshi kurashish va oldini olish ishlari kuchaytirilgan. Unga ko'ra tibbiy xodimlarga, chegara xizmatidagilarga va boshqa davlat muassasa vakillariga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Qolaversa, yoshlarni sportga, foydali ishlarga targ'ib qilish, sport majmualarini ko'paytirish ham ko'rilgan. Chunki qora og'udan jabrlanganlar hamda uni ekib sotganlar soni ortib bormoqda. Bangizatlarni қолдану менен алек болгон колдонуудан жапа чегип аткан адамдардын көпчүлүгү Бишкек анан Ош шаарында жашашат да. Таласта дагы, Көлдө дагы баягы жапа эгендерден баңгизатын жасап сатуу менен алек болуу көнүмүш адат болуп баратат.
Ta'kidlab o'tsak, O'sh oblastida yovvoyi giyohvand modda o'stirilgan joy aniqlangan. Bundan tashqari O'sh bo'yicha narkologiya markazida 1475 nafar kishi giyohvand moddadan jabrlanib ro'yxatda turadi. Ularning deyarli yarmi 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan fuqarolar. Bu masala bo'yicha O'sh shahrining meriyasi may oyida qora og'uga qarshi dasturi asosida kollegiya o'tkazishni rejalagani haqida vitse-mer Ilyich Ergeshev bildirdi. Ra'noy Nazarova, Aybek Bedilbekov, Intimaq. Qirg'izistonda milliy madaniy xilma-xillikni yoritish bo'yicha qirg'iz tilidagi onlayn kurs ochildi. Bu kursda 200 nafarga yaqin jurnalistlar o'qitilgan. Kursda millatlararo munosabatlarni yoritishdagi nozik jihatlarga e'tibor qaratish o'rgatiladi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Mavzuni har tomonlama yoritish darsining to'liq kursi 53 leksiyadan iborat. Ularning 5tasi video turida. O'quv materiallarini udemy.com saytida joylashtirilgan. Shuningdek, tinchlikni o'rnatish va media texnologiyalar maktabining veb saytida integratsiya qilinib, undan xohlagan foydalanuvchi ro'yxatdan o'tib ishtirok etishi mumkin. Более 180 журналистов за этот период. O'qutuv materiallarini ishlab chiquvga 180 dan oshgan jurnalist tortildi. Bunda negizdan etnikalik qag'iluvchilar bo'lgan uchurda jurnalistning har bir so'zga qildat mamli qiluvisi ko'rsatilgan. Ankeni bunday qirdalda massalik ma'lumot xarajatlari taratgan ma'lumot ayrim uchurda avalda qurchutib jiberishi ehtimal. Это идея продвижения. Etnik to'qnashuvlarni yoritish bo'yicha kurs bundan 5 yil avval ingliz tilida tuzilgan bo'lsa, hozirda maxsus dastur ishlab chiqilib, unga qirg'iz rus tillari ham qo'shildi. O'qish kelayotgan haftada boshlanadi. Bugun uning ochilishi bo'lib o'tdi. Onlayn o'qitish esa 20-apreldan boshlanadi. Bugungi tadbirda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Jurnalistlarga albatta kerak, себеби дегенде көпчүлүктү чагылдырууда журналисттер кыйналабыз. Ошол убакта бул онлайн журналистикасы бизге жардамга келет десек да болот. Мисалы, анда кантип бүт лекциялар бар экен, кантип анткенде биз ошондой ситуациядан чыгып кете алабыз, кантип элге туура маалымат жеткизебиз. Ошол боюнча кеңири маалыматтар берилиптир да. Bunday etnik to'qnashuvlar kuzatilgan holatlarda ommaviy axborot vositalarining voqeani qanday yoritishi bo'yicha xalqaro qoidalar mavjud. Shu sababli jurnalist Jildiz Bekbayeva bu kabi kurslar zamon talab ekanini aytadi. Bungacha kuzatilgan millatlararo to'qnashuvda jurnalistlar ma'lumot tarqatish qoidalarini to'liq bilmagan. 2010-жылы журналисттердин ишмердүүлүгүнө бир топ эле сын пикирлер айтылганда, эми ал сын пикирлердин деле жөнү бар. Өзүнүн терс таасирин тийгизген учурлар да болуп калган. Аны биз эске алышыбыз керек. Аны да ошонун артынан биз ошол өзүбүздүн каталардын үстүнөн иштеш керек. Mazkur kurs Soros Qirg'iziston fondining ommaviy axborot vositalari orqali ko'p turlilikni yoritish loyihasi davomida tinchlikni o'rnatish va media texnologiyalar maktabi trenerlari axborot erkinligi dasturining moddiy ko'magida ishlab chiqarilgan. Hozircha ko'p turlilik bo'yicha onlayn kursi 14 kunlikini, bundan keyin davom ettirilishi yoki ettirilmasligi dastur ishlab chiqqandan so'ng ma'lum bo'ladi. Ulug' Vatan urushining faxriylari haqida hikoya qilishda davom etamiz. Bugungi qahramonimiz Umarjon Ahmedjonov. U 1944-yili urush vaqtida yarador bo'lgan. 6 oy gospitalda yotgach uyiga qaytib kelgan. Qahramonimiz o'z yurtida ham bir qator mehnatlar bilan shug'ullangan. 93 yoshdagi urush faxriysi haqida muxbirimiz hikoyasida. Ulug' Vatan urushining faxriysi Umarjon Ahmedjonov 23 yoshida urushga borgan. U Moskva chetida Panfilov diviziyasida xizmat qilgan. 85-shturma polkada xizmat o'tagan qahramonimiz birinchi ularni Toshkent shahriga, u yerdan Kaliningrad shahriga olib borishganini aytadi. Keyin nemis jangchilari bilan ayovsiz kurashishgan. 2 yil davomida ko'p bor janglarda ishtirok etgan. Apketarlarken sazat bu gelecek ketarlarken kolizde arayacağım ketarlarken ondan keyin yana bir onu devgi geldi aşağı karab apket para sazat kılıp. Uyda kendi yana boshqa olib ketib qoladi. 1944-yili dushmanning o'qidan qochib qutula olmagan faxriy Volgadagi gospitalda 6 oyga yaqin davolanadi. Keyin Umarjon ota jarohati tufayli yurtimizga qaytib keladi. Urushdan kelgach ko'p joylarda ishlaydi. Hozirgi kunda do'st birodarlari bilan kun o'tkazadi. O'zim uylaganman buni. O'zim bilmaydigan.
Kundalik hayotidan nolimagan kamtar qahramonimizning 4 farzandi bor. Ularni imkoni boricha yaxshi tarbiyalab o'stirgan. Bundan 6 yil avval yostiqdoshi sevimli ayolidan ajralib qolgan. Biroq Faxriy hozir yolg'iz emas. Farzandlari, do'stlari yonida. Yumshoq odam. Yumshoq, yuvosh. Bizi meni vaqti so'ymaydi. So'ymagan. Hem gelval bu yerda adamlar ko'chada birga yurib, birga basamiz, ko'ramiz. Anan qarab ko'rsam, hozir 80 ga chiqqanlar ko'chada yura olmaydi. Bu oqsoqolimiz bo'lsa 93 ga chiqdi, mana Xudoga shukr o'zi yurib, magazinlarga, bozorga borib, maydacho'lar, to'xtorga, jenlar bozorga borib, o'sha qachon bozorga borib kiradi. Paxta zavodida Tarozida, Galeli maktabida qorovul bo'lib, keyin do'moddiqda ishlaydi. Eng yaxshi ko'rgan mashg'uloti mototsiklni minib shahar kezib ovchilik qilish bo'lgan ekan. Hozirgi kunda Umarjon otaning 20 ga yaqin nabiralari, 31 chevarasi, 10 dan ortiq evaralari bor. Ra'noy Nazarova, Aybek Bedelbekov, Intimaq. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi lavhamiz edi. Siz bilan xayrlashar ekanmiz. Keyingi haftada nazar orqali nazarlashguncha omon bo'ling deb qolamiz.